Assalomu alaykum, qadrli aziz yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Bugun bularni ustanobga aytamiz. Polni yuzlaringiz ko'rib xabar pararasida video davomida ko'rsangizlar, xudo xolasa polni ustanobga jarayonlari, narx-navosi hammasini ko'rsatib qo'yamiz. Yine Xudo xolasa klientimizning uyuna ham geldik. Şöyle 3 eshikni sanab ketamiz. 3 eshikimiz ham razmeri belki ko'rib boraverasizlar. Xudo xolasa ishlarni ustanib ketib bo'ldik. Tak, bularni razmeri aytib o'tganimizdek 90 ga 210 bo'ldi. 3 eshikimiz ham bu yerda hozirda standart oldi. Bir xil razmerda 90 ga 210 razmerda bo'ldi. Bularning xarakteristikasini keladigan bo'lsa 08 lik eng qalinidan 08 lik korona svetda ishlab berdik. Matiyu kırılmaydigan variantda. Altı svetlik ishlab berdik. Atlan şu koronaları bular bez daborka variantda ishlandi. Daborkasi yo'q bularni. Bez daborka variantda. Ma'lum. İlk eshigimizni 1 milyon 600 ming so'mdan o'rnatib berdik. Dastlabki ustanobga xudo xolasa hammasi shuning ichida. Agarda buning bo'tma variantda bo'ladigan bo'lsa, ular kvadratini yuradi 901 milliondan chiqadi kvadrati. Ularni xudo xolasa agar kim qiziq bo'lsa, bemalol telefon nomerlarini qo'yamiz, aloqaga chiqib bog'lansangiz bo'ladi. Har bir svetda turdi ishlab beramiz. Dastlabki ustanobga hammasi ichida bo'ladi, xudo xolasa. Zamoku, rezinkasi hammasi yo'q bo'ladi. Qo'lini ochib turibdi.